Ekrandaki görünmeler görüvatqanlar Aşpaz film seç grupimiz sürat kelvatqan kündü yığıntən proqramımızı. Bu san proqramımız tolum alaydı bulub Aşpaz film seç grupimiz Gulcinin yerlik taamları şundaqla yemek-içmek adətini tanıştırış məqsədə Gul şəhərinə yetib gəldik. Güzel yurtum Gulcida bu proqramımızın elvatqanlığımızın tolum xoşal bulvatımən. Aldı bilan yurtumdan yemek-içmek adətlərindən biri bolğan şundaqla Gulcu xalqına ait yaxdırıb içidigan, ətiyəlik naştıda kəm bolsa bolmaydigan, ətken çayını tanıştırışını layıq tapdım. Qinamimiz birlikdə ətken çay bilan tanışıb çıxaylı. Qadirli dostlar, biz bu san proqramımızki ətken çayını etib berişkə, yaş tanılğan naqşımız şundaqla Aşpaz film seç grupimizdən qolluğucularından biri bolğan Rəna Mecid adımızını təklif qıldıq. Rəna adam adətdə tamaq etişqə, naqşı etişq qostu bo'lib qolmasdı, yana ətken çayını aid yaxşı etdi. Şundaq Rəna da? Şundaq. Ondaqda şu ikraldakı görünmələrimizə şu ətken çayının etişinin təfsilirək bir usulunu ütüb qoysaq, bu ikraldakı ətken çay için yaxşı görən görmən dostlarımız ayılda öz qol selib etib görüb baxsın boldu. Boldu. Rənada mana ətken çaya kerakli bolğan materiallarını tayyorlab aldıq. Həm demiş ikraldakı görünmələrimizə bir təpəgən bu sonsuzduqə işildirgan materiallarımızı yana bir qitim bir tanıştırıb eylik. Ətken çay etişqə süt, qaymaq, tuz, çay ketidi. Ondan başqa aldın tayyorlanğan qaynaq su. Qaynaq suyunu biz bayam yaqib qaynatıb tayyor qilib aldıq. Endi ətken çayını etishni başlasam Başlaylik. Boldu. Aldın tayyorlanğan çayını biz odatda bu ətken çay ko'p kishilik va bir kishilik deb bo'lindirasizmi? Biz endi bayam yaqi sizlar çay ichib boldik jozda. Biz bir kishilik qilib ko'sib qo'ysak qildik. Shu ko'rinmalarga shu uchishni ko'sib qo'yaylik. Shuning uchun biz odatda shu ma'nan qilib tayyorlaylik. Buningga biz oldin tayyorlangan qor çayını bir silib. Bu qor çaylarninki odatda tushga o'xshashamaydi. Ba'zi çaylar oz solamiz, qiyniq chiqib ketadi. Ba'zi çaylar qancha jiq solsangizmi qiyniq tushmaydi. Uni ko'pincha oilalarda bu çayni keyindan hozir bizning ishlatayotganimiz family çay deb qo'yamiz. Shuni ishlatyapmiz. Undan shu G'uljining ba'zi bir kesak çay ishiltidi va ətken çayını yaxshi ishiltidi. Endi u kesak çayninkini biz hozir mana o'ltib bo'lgandan keyin suzmaymiz. Lekin kesak çayni cho'qim o'z tarafini suzib o'tishimiz kerak. Buni sep bo'lgandan keyin gaz qo'yib tamliq. O bilan bir kichik çayimizni tayyor qilish uchun buni ijib çayni ma'lum miqdordagi çayni soldik. Oz ko'plik qarta solamiz. Çayninki tushishiga qarta solamiz. Buni sep bo'lgandan keyin, undan keyin oldin tayyorlangan qaynaq suvni buni qo'yamiz. Buna qilgan chog'da tez qaynab yaxshiroq choy tushdi. Choy yaxshi tushayotganda, choy endi yaxshi tushdi. Undan keyin vaqtni tejigin oladi. Buni qo'yib, andan keyin gazni yoqib, gazni yoqdingiz. Endi bu o'rligi bo'lganlikda biz endi ətken çayını shu quyğudek tayyorlab olamiz. Biz hozir bir kichik tayyorlamoqchi bo'lar. Bir kichik tayyorlamoqchi endi bo'lsam shundan birini akeldik. Buningga oldi bilan bayan biz qarchayma çayını ishiltib boldik emasmi? Endi tuz solamiz. Tuzni ma'lum bir kichik solsak bo'ldi. Tuz silib olib endi bu sütni ishlatgan vaqtimizda süt endi ba'zilar shuni oz ichishni yaxshi ko'rdi, ba'zilar jiq ichishni yaxshi ko'rdi. O'zi ehtiyoji qarab qisi bo'lganda. Shaxsan men sütni jiqroq ishildim. Chunki men shu qor choyini solgan vaqtimizda jiqroq silib, choyninki tushishini, ya'ni rangini qiyniqroq qilaman-da. Rangi qiyniqlashgan sari süt jiq ketadi. Lekin süt jiq ketgan sari choyning ta'mi shuncha o'xshaydi. Ondan keyin qaymoq solamiz. Bu qaymoq asosiyatdan qaymoq yeyishni yaxshi ko'rdiganlar. Yaxshi ko'rdiganlar o'zining ehtiyoji qarab so'z bo'ldi. Yaxshi ko'rdi, samisin bo'ldi. Ham qaymoq bo'lsin, pishib qaymoq bo'lsa ətken çayga sep qolgan chog'da aytdi ishlik bo'ldi. Endi bu yerdagi farq nima desangiz, men tayyorlangan qaymoq pishiq qaymoqga, pishiq qaymoq endi biz odatda uylardan non olib yeymiz, bu tosiq chiqadi, xam qaymoq chuchmal chiqadi. Ba'zilar ochiqroq chiqadi, lekin bu choyga etgan vaqtda xam qaymoq choyning yuziga laylaydi. Pishiq qaymoq choyga cho'kib oladi. Shuning uchun odat mehmonlar kelgan vaqtda xam qaymoqni ko'proq ishlatamiz. Xam qaymoqni jiqroq ishlatamiz-da. Mana mana o'rlab qopdi buni. To'xtatib.
Bunu örle kaptı, mana endi. Bunu ilep. Endi qarang, biz mana biraz quysak bo'ldi. Buning rangi mana juda qiyin holati bo'ldi. Qiyin holati bo'ldi. Bu endi biz sinchaylarga buni biz kichenmaymiz. Chunki ishga vaqtda intayin Achchiq bo'lib qoldi. ketdi. Bu naq biz o'zimiz ishlatmoqchi bo'lgan, aytgancha ishlatmoqchi bo'lgan tam bo'ladi. Endi buni biz oldin tayyorlangan shu aytganchayninkiga qo'yamiz. Naiti qiynoq chiqibdi. Qiyiq chiqadi. Qarang, hozir masenga bu choyni demladik. Bir xil qarroq chiqdi shundaqmi? Bu qarroq chiqishiga sabab choy qiyiq, sut oz. Endi buningga agar Qiynoq ichish yaxshi ko'rganlar shunday bo'ldi. Masalan, sen ochiq ichatdimi aytgan joy deganlar mushtoy ichidi. Ama shaxsan men bek ochiq ichib ketmayman, ammo u it bo'lgan yuzining sal oqish bo'lishini yaxshi ko'raman-da. Buning ham o'zimga nisbatan mushtaq, ya'ni sut qo'yitini. Shuni qo'yib etdim. O'zimga yetilgan choy oshib bir tuzini yetib baqay. Tuzini kepti. Sizin bo'ptimi? Mana shuning bilan biz aytganchayimizmi tayyor bo'ldik. Ekrandagi ko'rmalarimiz o'rganib oldikmi? Aytgancha etish naytdi, o'ngaylam naytdi, tezli vaqtning ichida atkilib bo'ldigan bir xil hunar ekan bu. Mana sut, xam qaymoq, tuz, qarchay bilan 5 minutning ichida buni aytganchayimizmi tayyor bo'lib qoldi. Bo'lsa oilda o'zinglar sinab ko'rib baqsanglar bo'ldi. Mana shuning bilan bizning bir chini o'xshagan aytganchayimiz tayyor bo'ldi. Endi men buni ko'zga qo'ydim. Janiblarga chiqib qolsam, bundan keyin mush ko'rarmanlar, mush itpagining bo'yicha bir oldimga akab pasanglar xo'sh bo'lmaydi-mi? Cho'qim shunday qoldi. Xo'sh, ekrandagi ko'rmalar Ranadam to'lim astaydillik bilan bizga aytgancha aytishni o'rgatib qo'ydi. Bo'lsa, boshqa yurt kishilarimiz bo'lsa aytgancha aytishni yaxshi ko'rgan kishilar o'zi qo'l silib itbaqsi bo'ldi. Aytgancha aytishni aytdi oddiy ekan, xam qaymoq, qarichay, tuz, bilanlar faqat shu 4 xil xam material bilanlar aytgancha nayt tez vaqtning ichida tayyor bo'ldi ekan. Aytgancha ishgan chog'da odamning badaniga quvvat bo'ldi. Bo'lib mo'g'ulji kishilar aytgancha siz o'rib turmaydi deb qo'ygan gaplarimiz bor. Bo'lsa o'zimiz oilamizni sinab ko'rib baqaylik. Ranada qimmatli vaqtingizni chiqarib bizga aytgancha aytishni o'rgatib qo'yganingizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Xo'sh, ekrandagi ko'rmalar G'ulji suratini ilayotgan bo'lsa programmamiz mishada oxirlashdi. Kelarki programmalarimizda yana sarxil mazmunlarimiz davomli o'zinglarda bo'ldi. Agarda bizga qimmatli fikr takliflar bermoqchi bo'lsanglar, ekran ostidagi undidar salon sipimizni qo'shib berish orqali yoki tor adresimiz kirish orqali biz bilan aloqalasanglar bo'ldi. Bizning tor adresimiz www.chekit.com. Kelarki ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar, xayr xo'sh.